Assalomu alaykum, hurmatli tarbiyachi pedagoglar. Mana bizning seminarimizda davom etamiz. Seminarimizda bugungi mavzusi STEM ta'limi texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy uslubiy asoslari, amaliy mashg'ulotlar. Hop, ikkinchisi yana qisqacha savol-javoblar STEM ta'limi bo'yicha. Uchinchisi didaktik o'yinlar, to'rtinchisi harakat o'yinlar, motivatsiya ulashishga harakat qilamiz. Bunga vazifa beriladi. Demak, birinchi mavzu bo'yicha amaliy ishimizni boshlaymiz. Kecha gaplashib o'tdik. Har biringiz STEM ta'limi bo'yicha man sizlarga ma'lumot beraman. STEM ta'limi bo'yicha texnologiyasi bo'yicha bog'larni, bog'chalarni nimalarni yasashingiz kerak bo'lsa mumkin dedim. Kecha bizdagi hop, STEM ta'lim texnologiyasining mazmun va mohiyati. Rejamiz bu. Ikkinchisi, maktabgacha ta'limda STEM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati. Uchinchisi, maktabgacha ta'limda STEM ta'lim texnologiyasining ahamiyati. To'rtinchisi, maktabgacha ta'lim tizimi 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasi. Beshinchisi, ilk qadam davlat o'quv dasturi bo'yicha maktabgacha yoshlarga bolalarga ta'lim tarbiya berish masalalari rejamiz. Hop, STEM nima? STEM bu S tabiiy fanlar, T texnologiya, Y muhandislik, A san'at, M matematika. STEM 5 ta fanning har birini alohida o'rganish o'rniga ularni yagona o'quv tizimiga birlashtiradi. STEM ta'limida 5 ta sohani yagona ta'lim tizimida integratsiyalashga asoslangan. STEM ta'lim texnologiyasining mazmuni va mohiyati eshitib olaylik. Birinchi, loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashuvlar, ilmiy texnik bilimlarni hayotga qo'llash, faol muloqot va jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, texnik fanlarga qiziqishni rivojlantirish, o'ziga ishonchini shakllantirish. STEM bu alohida fanlarni birgalikda o'rgatuvchi, foydalanish va murakkab loyihalarni amalga oshirishni shakllantirish imkonini beruvchi ta'lim. Integratsion ta'lim, innovatsiya, STEM ta'lim, ijodkorlik, omad va muvaffaqiyatlar. STEM ta'limining asoschilari mana. STEM ta'limining asoschilari yerda yakman ekan. Mana endi hozir sizlarga bu prezentatsiyani har bir o'qiyotgan vaqtlarni o'qib qo'yaman. Doskamiz yo'q, maxsus doskamiz o'zingiz bilasiz. Menimcha STEM ta'limi bo'yicha ancha biz tushunchaga egamiz, shungacha tushunib kelganmiz, amalda qo'llaganmiz. Endi barchangizni bugun STEM ta'limi bo'yicha amaliyotga taklif qilaman. Marhamat, ishingizni boshlashingiz mumkin. Marhamat.